Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Dream Liga Soccer 2026 o'yiniga qanday qilib avtoklikkerni o'rnatishni, ya'ni avto tanga olma sig'adiganini o'rnatishni o'rganib chiqamiz. Bu videoning birinchi qismi. Avval Play Marketga kirib olamiz. Bu yerdan qidiruvga Smart Auto Clicker deb yozamiz. Yana chiqib keladi o'zi. Chiqib kelganidan keyin birinchisi turgilo mana logotipini eslab qolinglar. Shuni o'rnatamiz 5-6 megabaytlik. Bu klikker avto tanga olmasa yig'adi. Pastigalarida uncha sifatli emas deb bilaman. Ishlatib ko'rgan hammasini. Ko'pchiliklar Talas Ismoilov yoki Jaloldinovlar kabi katta adminlar kanallaridan pulga tanga olmasa yig'dirishadi. Ular ham shulardan foydalanadi. Menimcha endi o'zingizlar tekinga ham bemalol yig'sanglar bo'ladi. To'g'ri, telefonda biroz qiyin bo'ladi. Asosan kompyuterda yoki notebookda qilish mumkin. Agar kompyuter yoki notebooklar bo'lsa, unda ancha osonroq bo'lishi mumkin. Hozir mana tortilmoqda. Biroz kutib turamiz. Mana ilovamiz tortilib oldi mana. Endi ochishni bosamiz. Menimcha endi zagruzka bo'lyapti shekilli. Yo'q. Endi chiqqandan keyin mana ko'rib turibsizlar, chiqdi. Bu yerdan mana bu Create Scenario bo'limini yozamiz. Create Scenario bo'limi. Create New Scenario. Bu yerga yozganimizdan keyin mana Create New Scenarioni nom qo'yishimiz mumkin. Masalan, bittasi klikker deb nomlab qo'yamiz va bu yerda mana simple yoki smart turibdi. Albatta bu smart bo'lishi kerak. Keyin tepadagi saqlash belgisini yozamiz. Saqlash belgisi chiqdi mana. Default bu kerak emas bizga. Okey mana. Bu yerda play tugmasi bor. Play tugmasini ezganimizdan keyin request permission degan joy chiqadi. Request permission deb bosamiz. Bu biz nasriga olib kirib ketadi. Bu yerda boshqa ilovalar ustidan ochilishini